Hey yo, assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvollar, yaxshimi? Men Farhod, yeni ko'rishdik. Bu bizning hisob qilibimiz shu. Takrorlar, o'rganishlar yaxshi ketib boramdi, yaxshi takror qildinglarmi? Bu iqtisod chaqchaqlar narsa emas shumi? Chiqilib burnimizga yeb ketmaylik, kichik kitob ko'rlik. Men bugun shu sizlarga kitoblarni tunishtirg'ili bugun tayyorlik qildim. Sizlarga bugun chaqchaq yo'q endi. 4 arbobni tunishtirman. O'sha bizniki tarixdan hozirgacha eng chong 4 arbob. Qolgan arboblarni jiq, mush 4sini so'zlab turay. Keyincha yana fursat topib so'zlayman. Birinchisi endi bizga tunishtirib olgan Warren Buffett. Men jiq hikoyalarni so'zlab ketdim. Bugun bu yana hikoyasi jiq qilib so'zlasam isim kagidagi yerlarni so'zlay. Warren Buffett 91 yosh kirdi. 1930-yilları tug'ilgan deyman. Men oldin qisanda o'zinikim shu valued investmentni ijod qilgan yo'llarni birdan andan keyin shu portfoliosini qanchalik kuchli qilgan shularni hammasini so'zladim. Bugun men bir kitobini so'zlab beray, u bo'lsin Snowball. Oldin bir dedim bu deyman. Snowball bir deputay yangi kirotgan o'quvchilar bo'lsa, Snowball deganning ma'nosi shu qor to'p bizga qor odam yasgan vaqtimizda qor to'p yasib olib, asosda dugultib, bag'asini yo'g'ontimiz. U degani, masalan, men oldin san dedim, yana birday. Warren Buffett'niki butun iqtisodniki boyligi o'ziniki 52 yoshdan 91 yosh kirgan vaqtigacha, hozirgacha 99% boyligini shu yoshdan hozirgacha topgan. 52 yoshdan 91 yosh. 40 yilning ichida. Oldingi 40 yilning ichida, masalan, 10 yosh vaqtidan boshlab mablag' silishni boshlagan. Shunchalik Japonimi tatdi, keyingi 40 yildanmi bakrak Japonni tatdi. Jiq shirkatlarni mang'izdi, jiq mablag' o'xshamagan mablag'larni soldi, jiq mag'lublar bo'lgan. Lekin şu aralar 1% topgan. Bu nima uchun bunday bo'lsangiz, biz mablag'ni sog'an siri, uzargan siri mablag'imiz texim jiqiyib mavdu. Masalan, biz birinchi sonda degan, biz agar $10,000 sog'an bo'lsak, 10%dan topsak, bir yilda $1,000 pay topgan bo'lamiz. Lekin 10 yildan keyin sizdan bu mablag'ingiz 25,000 bo'lgan vaqtida har yili 2500 dan qitilib mavdu. Eğer yeni keyniga manganda 20 yillar bo'lgan vaqtida balkim 5,000 dan 6,000, onun yeni keyniga bo'lganda 10,000 dan har yili 10,000 dan qitilibmadi. Shunaqa biz keyniga bo'lgan siri texim jiq pul topa olamiz. Achinchlik, kuchlik, bexatar shunda qilmasak olmaydi o'zimizning portfolio shu mablag' qurilmalarimizni. Warren Buffett'ga yan qaytib kelsak, men jiqyarlarni so'zlab bo'ldim. Bugun men yana o'xshamagan shu bir tajribalarni, qobiliyatlarni so'zlab beray. Masalan, bu oldinda men so'zlagan valued investment portfoliosining boshqa qobiliyatlari, boshqa men so'zlamoqchi bo'lgan iqtisodchilardan o'xshamaydigan yerlar nima degan chog'da, nima uchun bunchalik muvaffaqiyat qozondi, başka erbaplarımı şunçilik yaman. Lekin Warren Buffett'chilik bo'lamgan yeri ne deganda men his qildim. Warren Buffett yani yosh vaqtida shu valued investmentdan boshqa yana qanday qobiliyati nima deganda shu jiq ba'zan bir yaxshi shirkatni yaxshi ko'rib qolsa, uniki paychikini azon vaqtida setib olib, kelgusi yaxshi bo'lsa, bu shirkatniki bıraklam 20-30% payçıkını hemsini setib olgandan keyin o'zi nima bo'ldi? O'zi mushu shirkatniki xo'jayini bo'lib qoldi asosda. Ya CEO demdik, ya boshlig'i bo'lib qoldi. Boshlig'i bo'lgandan keyin o'zi boshlig'i bo'lib, shu shirkatni texim yaxshi mang'uzdi. O'sha teamlarni, o'sha guruhlarni texim yaxshi qilib, planlarni texim yaxshi qilib, har xil o'xshamagan shirkatlarning nechisini tang o'xshash vaqtda tam mavzu ashtaning qildi. Jiq jafalar chiqdi. Ham o'zim shunchalik tirishchan jafaga chidaydi. Shu meniki men his qilganim. Boshqa
boshqa mau arboblar mush mablag'lar soldi, anki o'xshamagan o'yin tutib yuriydi, lekin hech qaysi mushu xo'jayin bo'lib, anki rasmiy o'zi dastlab kirib, mavzu qilganlar mush menimcha mush Warren Buffettlar. Shu qobiliyati meni esimga qoldi. Endi men ikkinchi arbobni so'zlay. U bo'lsa-mu Peter Lynch. Peter Lynch. Peter Lynch menimcha hozir 72 yoshda deydi. No. 78 yosh. 78 yosh. Peter Lynch manga eng jiq narsa o'rgatgan odam Peter Lynch. Warren Buffett'mi jiq narsa o'rgatgan. Ko'nglim ketdi. Men uniki nima uchun degan chog'da Peter Lynch'niki necha kitobi bor. Ayz beray. Birisi Learn to Earn. Yana birisi One Up on Wall Street. One Up on Wall Street. Mush ikki kitobda nimani so'zlaydi bakrak degan chog'da mushu odatdagi odamlarga, fuqarolarga qanday mablag' silishni o'rgatadi. U deydi, mush odatdagi odamlar bizlardimi bakrak amaliyotda jiq fursatlar keladi deydi. Mushu hedge fund, mushu analiz qilganlar, mushu iqtisodchilarniki amaliyotda mush shirkatlarniki jiq bu o'zlari stupid rules deb ahmoqonlik mushta qoidalari bek chiq deydi. Masalan, ba'zan paychaklarniki ismi I dan boshlasa olsaq bo'lmaydi degan qoidalar chiqib, ya W dan boshlangan bo'lsa olsaq bo'lmaydi. Ya bo'lmasa oyning manchinchi kuni soat manchidan manchigacha biz bozorga kirsak bo'lmaydi, bozorda bir narsalarni almashtirsak bo'lmaydi. Ashta qanday qoidalar bor ekan, o'zlari chiqarib qo'ygan. Andan keyin bu masalan bu bundan cho'ng capital shirkatlar bularniki mablag'i borgan sari cho'nglagandan keyin bu pullarni hamsi o'ziga mansub emas. Bu hamsi xalqlar bularni izlab kelib bizga mablag' selish bersan, pullarni jiqaytib bersan, sizlar yaxshi qildikansizlar degan bularning puli jiqaygandan keyin andan keyin bularni pulni uftirib etmaslik uchun cho'ng qadam ilib o'ynayolmaydi. Shuningga faqat shunday avoylar asta asrab o'zini misol men oldin sonda degandek o'sha qiyirlar qanday mablag' soldi deganda qiyirlar o'xshash ashlar bo'lib qoldi. Mablag'ingiz bakcha qo'yib ketgan chog'da. Agar bir oqlan uftirib etsangiz hammasini uftirib etsiz, sizniki butun xaridorlaringiz hammasi ketadi degandek. Shuningga u deydi, odatda fuqarolar amaliyotda shu o'zi hamda biznes o'qigan, lekin sen biznes o'qimagan bo'lsang bilaverdi. Sen faqat ba'zan chog'da bozor cho'g'ilgan vaqtida nurg'un yaxshi paychaklarni ko'ra olasiz deydi. Mening balam bir aşağıda 1970-yillari, 80-yillari Nike oyoqni yaxshi ko'rdi. Shuning bilan Nike'ni men bu shirkatni yaxshi surishtirib bu qilib paychaklarning yaxshi sog'lom ekanligini bilib, uni paychakini oldim deydi. Anadaki buni ayoli bir nima paypoqniki markasini kiydi. Anadaki bag'az qoqshaydan olib qopti. Bu paypoq andaqga, mundaqga deb. Anki o'zi qarsam o'sha paychakni olibdi. Shundan keyin u paychakni sepib turibdi. Shuni uzoq o'tmay u paychakni tushibdi. Shuni o'xshash boshqalarniki shu mallarga bo'lgan ta'siroti, amminaslarni ko'rib, o'zinglarmi shu nimni paychaklarni o'ynay olasizlar, bunda balki hisob ustuvi u shirkatning tigi-taktini tekshirib, u qilib ketmasanglar bo'ldi. Lekin cho'qim yaxshi tushunishinglar kerak. Ya'ni shu Warren Buffettning gapiga o'xshash xatarsizlar tushunmagan yeringlardan keldi deydi. Lekin tigi-taktini tushunish kerak. Lekin sizlar unislarga ustuv olib ketmasanglar bo'ldi deydi. Anki yana bir tavsiya qilgan, men uni boshqa odamlardan anglab boqdim, lekin menga shunchalik ta'sir qildi u. U nim tavsiya deganda, sizlar boshqa biznes, savdo, yo bo'lmasa iqtisod bu narsalarni o'qimay, balki falsafadan o'qisanglar, sizlarga texmo shu mablag' sig'ishga texmo cho'ng foydasi bo'ldi deydi. U degani nima degan chog'da sizlar falsafa o'qigan, o'zimni falsafa o'qibdi. Falsafa o'qigan chog'da sizlarning nazringlar
Şu kallanlarniki muş nazarsi texmo çoğun buldu. Jiroq yerdan o'ylay olasizlar dedim. Mesela bir şirketning pay chekidilam emas, balki cho'ngroq yerdan bir davlatningki pay cheklari, davlatningki iqtisodiy boshqa yerlardan ta'sir qilayotgan yerlari, shu yerlardan o'ylab nim qila olasizlar dedim. Ham ularmi hozir masalan Wall Street'ki jiq analizlar qilsak, jiqlari hisoblab o'qildi, lekin yana bakrak yamonlari ki ba'zan kapitallar qanday qildi desan, neticasi bir yerda o'tiriblan paranglashidi. Paranglashib, bu shu bozorniki tushish chiqish nimsini bir yerga yakun qilib aklayoladi. Yani ularning farzi %100 to'g'ri bo'lmaydi, lekin balkim shunday bo'ldi deb yakun chiqara oladi. Unda ishlab bu qilib ketmaydi. Faqat paranglashiblar. Shuni da bilib olsangiz bo'ldi. Lekin men Peter Lynch'niki eng nadir nimlardan mablag' solgan hikoyalardan deb beray. Peter Lynch 1978 yildan 1990 yili istiqo berib tushibdi. Yoki shundan yoqi mablag' solmaydi. Lekin bu 12 yilning ichida 2600% plus qo'shilgan foyda topdi. O'zining shirkatiga shunchalik foyda deb berdi. Siz o'ylab qo'ying, men birinchi salda men sizlarga kapolat qilmadim, men sizlarga ashuni tirishma dedim. Men sizga 10 yilda 4 hassa jiqiltib berman. Ashuni tirishman. Yoki 20 yilda 15 hassa degandim. Peter Lynch bo'lsa 12 yilda 26 hassa degan gap. Jiqiltib bo'lgan. O'zingiz o'ylab qo'ying. Ana keyin Peter Lynch'niki yana bir qiziqarli xayollari nima bo'lsangiz, Peter Lynch'ning şu paychekni tanlashga eng usta odam deydi. Anaki o'zi unda tavsiya qilmaydi. Sizlar odatda paychek olgan chog'da unda jiqi avatmanglar, menga o'xshash. Faqat 20-30 dan ishib ketmasin deydi. Bu mu Warren Buffett'niki o'sha yanında mablag' solganlarga degan gapi. Lekin Warren Buffett o'zi 50 plus, 50 necha, 60 necha, jiq bo'lsa 70 shunchalik. Peter Lynch qancha paychek olgan desangiz, bir qitimlan 1400 plus paychek bo'lyapti. Bir vaqtlar. Shunda paychek tanlash usta odam deydi. Buniki eng yosh vaqtida daha shu nima universitetni puturiblar, xizmat qilgan vaqtida o'zining boshlig'i bizningki ma'lum paychek nimamizda bizning paycheklarimizni ozaytib bersan, tanlab 10 dak 20 dak shallab bersan desa, ha ma'qul deb ishlab, keyin qanday qilsangiz, yana 100 ni qo'shib berdi. O'zining ustiga 100 ni qo'shib berdi. Shunda u xo'jayinni ko'rib, yana shunda mamnun bo'ldi, xush bo'ldi. Chunki uniki qilayotgan ishlari sal o'xshamagan bilan, o'ziniki shu shirkatiga sal o'xshamagan sistem akirgan bilan uning foyda akib berdi. Shuning bilan bu Peter Lynch rozi bo'ldi, ya'ni asosda ko'tarilib, shunday yomon bo'ldi. Lekin o'ziniki kitobida hargiz bunday jiq avomanglar dedi. Endi meniki tushunganim nima uchun Peter Lynch 1400 dan jiq paychekni avvalda desanlar, endi buniki jiq paycheklari men birinchi oldingi sonda sizlarga degan shu value investment'dagi qurilmasini yasagan vaqtimizda biz 40% 50% kicha blue chip valued stocks ya bo'lmasa classic stocks shunday paycheklarni olamiz, shunday kuchli paycheklardan olamiz. Peter Lynch muashta qilgan, lekin qolganiga qanday qilgan desangiz, qolgan 1000 paychekning kelgusi bor paycheklarning hammasini setib olgan. Balkim bu 100 ning ichida 1-2si shunchalik bak sakrab o'rlagan. Ashunga bu mablag' solgan. Shu 100 ning ichida 1-2si bo'lsin chiqib, menga jiqroq pul tepasida jiq to'plab olgan. Shuni jiq to'plab olsam, bularning ichida balkim 10 nechisi, 20 nechisi chiqib, men foyda qildi degan. Ham shunday bo'lgan.
u chog'dagi vaqtda hozirgi vaziyatga o'xshamaydigan yeri u chog'da elektronlik yana high tech bundaq yangidan chiqayotgan texnikalar deymiz. Hozirgi 5G, AI, AR deydigan narsalar yo'qdi. U chog'da nima shu mahsulotlar bilan biz odatda ishlatadigan yemeklik deydi, oshxonalar deydi, ichimlik, ya bo'lmasa kiyim-kechak, ya bo'lmasa mehmonxona saroy bu degandek. Shunchalik so'zlar Peter Lynchning. Uchinchi odam Ray Dalio. Ray Dalio degan kim bo'lsangiz, Ray Dalio 72 yoshga kirdi. Menimcha Ray Dalio hozirgi dunyodagi eng yomon iqtisodchi. Nima bunday deysizlar? Masalan, Warren Buffett, Peter Lynch bular valued investment. Uzoqqa nima qildi? Chunki bularni azam molliq narsalarni avilib, yoki mush paychaklar o'ynaydi. Lekin Ray Dalio qanday odam desangiz, u har qanday narsani o'ynay oladi. Masalan, oltin, neft, bonds, shu davlat qarz puli hamma narsani o'ynab boqqan. Ham yosh vaqtida net chiqdi, mablag' qo'yib ketgan. Shunchalik boy bo'lib, bir axlam tushib ketgan. Onun kitaplardan mesela Principles işte 90'lar hikayesi var. Ondan yeni bir kitap var. Changing of Water. The birisi Depth of Crisis. Ma'noda tekrar o'zining hikoyasini andan keyin chiqarib shu shirkat qurganlar qanday qurish kerak, anki shu qo'lasizga odamlarni qanday ishlatish kerak degandek narsalarni so'zlaydi. Lekin ma'no ikkisida nima so'zlaydi o'zlar? Shu dunyodagi iqtisodniki o'zgarishini so'zlaydi. Bu ikki kitobni yozganimga uzoq yil bo'lmadi, 4-5 yil bo'ldi. Shu hozirgi sistemlar, shu 2008dan keyingi krizisdan keyingi shu sistemlarni o'zgarib ketganini so'zlaydi. Shu bank sistemlarniki hozir bank sistemi beklab o'zgarib ketdi. Bu endi butun shu mablag' sog'inlarning hammasiga ta'sir qildi. Belki o'xshamaydi, burun o'ynashlik bilan o'xshamaydi. Masalan, burun banklar sizdan o'simingizni ilib, yangi haqlarga sizdan pulingizni ilib, sizga o'simni berib, sizdan pulingizni haqlarga korxonachilarga pul berib, ulardan jiqroq o'sim ilib, bundaq pul topdi. O'zingizda jiq pul qolmaydi. Ancha jiq mablag' so'lamaydi. Mesela saltdi, lekin jiq emas. Hozir qanday desangiz, balki hozir Amerika u bu yerlar unda emas, lekin ba'zan davlatlar shunday qolib ketdi, hozir Yevropadagi yoki Yaponiya sizdan pulingizni ilib, balki siz yana bu banka pul to'laysiz. Anaki bu korxonalarga bergan chog'da undirishlar jiq o'sim ololmaydi. Anaki o'zini qo'g'dash, o'zini texmo o'zini yana davomli pul tepish uchun qiynalib qoldi. Lekin amal yo'q, boshqa narsalarga mablag' jiqroq solgan yo'llarni topdi. Bundan oğanki şu payçek bozor, hamma bozorlarga cho'ng ta'sir qildi. Men buni kelajak sonda bütün hammani yig'ishtirib bir so'zlab beray. Cho'qim bir cho'ng so'z bo'lishi mumkin, balki qalaymqonmi bo'lib ketishi mumkin. Lekin amal va yig'inchoqroq qilib sizlarga tushuntirib yaxshi so'zlab berman. Zodi nima ish bo'lyapti? Shundan bekrak so'zlaydi. Shundan men o'rgangan zodi shu bank sistemlari qanday ta'sir qildi iqtisodga zodi nima bo'ldi. Ki bu Ray Dalio'ning bir siziqi var. Masalan, qanday mandaq bu 5-10 yilda iqtisod degan boshda o'rlab, andan keyin tushdi degan gap. Lekin bu o'ttirki siziq nima bo'ldi degan chog'da, u mayli u o'rlab tushsin, bu yillar ustiga qarab mengayverdi.
Andan keyin buni o'ttirsidan mundaq ma'lum kichigi. Kichik qilsa munda ma'lum degan gap. Belki 5-10 yılda bir çoğun yıkıldı. Belki bir yerlerde görüp kalan buluşmalar mümkün. Bu şu Ray Dalio'nunki kitabında çıkan simbollarında. Şuna okşaş. Neyse. Ray Dalio'nunki en adamını ayran kaldırıldığın yeri Nemo ne der bir çağda. Mesela Ray Dalio bir çağda özü şöyle koyayım. Mesela bize cık hikayeler buldu. Mesela virus bo'ldi, bultur, Nemo baza qanday bo'ldi? Baza bunda tushib, bunda chiqdi. Masalan, 2008-dagi krizis bo'ldi, baza tushdi, bunda bo'ldi. Buni nima deymiz? Mani V deymiz, mani L. L shaklida bo'ldi, yoki V shaklida bo'ldi. Bularning hammasida siz nega mablag' solgan bo'lsangiz, hammasiga ta'sir qildi. Şu bulturqi şu nemlar viruslar bütün hamma mesela Peter Lynch yok, Warren Buffett hamma yamanlarının hammasi ziyon tatdi. Mesela bultur emas, sorry. 2008. Andan keyin 2010'dagi Yevropaniki krizisini 2010-11-12. O chog'da hammadan ziyon tatdi, lekin Ray Dalio mesela kalan hepsi 30% ziyan tatkan olsa, Ray Dalio 14% payda taptı. Anadaki özü şu çağda özünki qo'llash uchun boshqalarga o'ziniki xaridorlarga qilgan emas, xaridorlarga boshqa portfolio mablag' qurilmasini qilib, o'zi o'ynablan bir ayrim bir mablag'siz qurilmasini yasab qo'yibdi. U qurilma men har qanday vaqtda pul tutalaydigan mushtaq qurilma yasayman deb hamma narsani o'z mushtaq tadqiq qilib, masalan oltin qanday bo'ldi, neft qanday bo'ldi, dollarlar qanday bo'ldi, keyin shu davlat qarz pullari qanday bo'ldi, paychaklari qaysi paychaklarni olish kerak, hammasini bir yerga yig'ib bir qurilma yasab, odatda biz har qanday narsaga mablag' solsak, har qanday narsaniki menish nimasi qanday bo'ldi? Qalam bir yetgay. Mundaqroq bo'ldi. Lekin bu Ray Dalio uni yasab qo'yganki qanday bo'lgan sanlar? Boshqa hech qanday tushib chiqish hech qanday narsa yo'q. Mushta tezsizliklanmagan. Balkim bu belki cho'ng o'rilmagan, azroq o'rilgan, lekin shu har qanday vaziyatda, masalan, virus bo'lsin, har qanday urush jidallar bo'lsin, har qanday vaqtda mushta ma'lum bir portfolioni yasagan. Hammadan meroq qilgan. Buni rasmiyligi pro deymiz. Ang Amerika deb qo'l qo'yayotgan bu odamga. Şu çağdamanki bu o'ziniki qilib qo'yganki jiq xaridorlari masalanki mush narsani ishlatay, har qanday vaqtda pul topolmay ishlatmay bo'ldi deb jiqlari mushunga kirgan. Shunday yomonadi. Kitoblarni o'qib baqsanglar bo'ldi. Endi men 4-odamni keyin yozay. Taqmay qoldi. To'rtinchisi bir ayol kishi. Cassie Wood ismi. Cassie Wood 65 yaş. Cassie Wood 65 yaş kirdi. Biz yağış hanımı deb qo'yamiz. Cassie Wood ishqilib oldingi 4-5 yilda nomi chiqqan. Uni oldinda 10 yil mushu sohada bo'lgan. Lekin oldingi 4-5 yilda nomi chiqqan. Nimadan nomi chiqqan? Tesla, my Tesla. Yani şu Tesla. Tesla'da bayqab, Tesla'dan neçe 1000% payda algan. Anadaki bu yani payda algan başka payçaklar mı, yanında çıkan payçaklar Square deydi. Muşta okşaş payçaklarını muşta Cassie Wood'ni hazır kılan yani nimdeydi sanırım şu Warren Buffett
ayol Warren Buffett dedim. Yani Warren Buffett effekt var. Warren Buffett önümü demdi. O kadar sonra Warren Buffett kadar bir payçekini alsa, hem adam şunu erişip alır ki şu payçek örleydi. Neçesi örleydi. Mesela bultur kısmı oflayk soğuşur. Hem Cassie Wood mu şunda o kaldı hazır. Hazır Cassie Wood effekt mi çıktı? Cassie Wood kadar payçek alsa şu payçek örleyden o kaldı. Lakin Cassie Wood kadar alsanız bütün şu hazırki yenidən örləvatqan, yenidən çıxıvatqan texnikalarının hamısını aldı. Mesela yenidən çıxıvatqan hər xil meditsina, jirahdan kontrol qılıb davalaş, operasiya qilish, yenidən çıxıvatqan doğrular, yenidən çıxıvatqan kompüter sistemləri, SAS, bu deyilən ananiki yenidən çıxıvatqan maşınlar, to'liq mashinalar, yangidan chiqayotgan 3D printing, 3D printing qilgan narsalar. Uyg'urcha nima deydi? Bunday qog'oz besib chiqilgan, lekin uni 3D qilib chiqilgan texnikalar, hammasi yangidan kelgusida ko'tarilgan texnikalar. Lekin bu Cassie Woodniki bu hozir qancha 7 portfolyosu var. Ular ETF hemsi. Muşlarniki bir 3 mu 4'i bultur bir yılın içinden 100%'den artıq kirim qildi. 100%'den artıq örüldü. Hem ikisi mi 3'ü 150%'den eşip ketdi. Şu an hazırki en görünüyotgan yaş deydi. Qarsanız ve 47-8-50'lar o'xshab qoldi, lekin 65 yaş kirdi. Özümüzcük videolar çıkıp sözleydim. En kötülüyotgan, madem ergişiyotgan, bulturdan başlap, onu aldığın kızılmış şu. Bu yıl mu en görünüyotgan bir yaş erbab. Cassie Wood'un bir kitabını okumayım, hazır yazmağa başlaydı. Lekin aktör baktım, işler kömdüm. Muş tüt erbab. Körüp baksanız buldu, videolarını aktarıp özünüz tədqiq baksanız buldu. Kitaplarını okuyun. Aldırki 3 adamların kitapları bək yaxşı, sizge çekip paydı buldu. Hemsi bugün gap misayç olsun, Kiləksanda yani davamlıq. Belki Kiləksanda iqtisadniki nimlər bu vaxtıda özgürəşlər vaxtıda yani ki şularını sözləyəm. Onunkin davamlıq payçək asasları. Qana vaxtıda alımız, satımız, qana vaxtıda çıxıb düşüdü. Cıq sözlüklər var, sözlüklərimi ayrı bir dərs qılıb sözləyəm. Şunda olsa, bir şey hiç olsun. Bunu taxtib qoyunlar, qeyrindaşlar təşviq qoyunlar, cıq payda oldu əmimizgə, şu qeyrindaşlarımızla əmimizgə köysün, taqat misallar, şu telefonlar, deməyə. Maqul əmsə, Allah'a emanet.